Rodgips. Bugun sizlarga unikal mahsulotimiz Rodgips sovuq shtukaturkasi haqida ma'lumot berib o'taman. Bu universal gips suvoq bo'lib, ichki remontlarda qalin uriladigan mayoq bilan tekislanadigan slojlarda ishlatiladi. Bu qopdagi ko'rinish bo'lib, Xorazm viloyatida Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Bu mahsulotimizni oddiy suvoqlardan farqi issiq saqlovchi, namlikka chidamli, qalin urilganda yorilib va oqib ketmaydi. Shpatelda yurishi yengil bo'lib, o'zidan iz qoldirmaydi. Devorga surtganimizdan keyin 20 daqiqadan 30 daqiqagacha qurish xususiyatiga ega bo'lib, gipsokartonli, suvoqli, g'ishtli, gazoblok, penablok va betonli devorlarda bemalol qo'llashingiz mumkin. Yanada to'liq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, murojaat uchun telefon raqamlarimizni qoldiraman.